Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buyingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki bitta oddiy ariza, bitta yozuv, bitta talab pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi holatlarda odamlar yillar davomida kam pensiya olib keladi. Keyin hujjatlarni to'g'ri tekshirtirgandan so'ng pensiyasi oyiga bir necha 100 ming so'mga, ayrim vaziyatlarda esa ming so'mgacha oshishi mumkin. Bu hammaga avtomatik beriladigan pul emas, lekin o'z huquqini bilgan odam talab qilsa, natija bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman, avval qanday edi. Hozir nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Qaysi xatolar odamni puldan ayiradi va amalda nima qilish kerak? Videoni hozirroq saqlab qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki yo'lingizdagi kamida bitta pensionerga foyda berishi mumkin. Pensiya hisoblashda eng muhim ikkita narsa bor: ish staji va ish haqi. Odamlar ko'pincha faqat yoshga qarashadi. Erkak 6 yoshga kirdi, ayol 5 yoshga kirdi. Pensiya tayinlandi, tamom deb o'ylashadi. Aslida esa pensiya miqdori insonning qancha yil ishlaganiga, qaysi davrlarda ishlaganiga, o'sha davrlarda qancha maosh olganiga, ish joylari hujjatlari to'g'ri saqlanganiga va pensiya jamg'armasiga qaysi ma'lumotlar kiritilganiga bog'liq. Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Mehnat daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi qaydnomalari, korxona buxgalteriyasi bergan spravkalar asosida pensiyasi hisoblangan. Muammo shundaki, ko'plab korxonalar yopilib ketgan, arxivga hujjatlar topshirilmagan, ayrim joylarda ish haqi to'liq ko'rsatilmagan, ayrim yillarda esa odamning ishlagani bor, lekin elektron bazada ko'rinmaydi. Shunda pensionerga pensiya tayinlanadi, lekin hisobga hamma davrlar kirmaydi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarga o'tyapti. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ayrim ma'lumotlar avtomatik ko'rinadi. Lekin yomon tomoni shundaki, agar bazada xato bo'lsa yoki eski davrlar kiritilmagan bo'lsa, pensioner o'zi tekshirtirmaguncha bu xato yillar davomida turaverishi mumkin. Mana shu yerda odamlar bilmaydigan eng muhim narsa bor. Pensiya tayinlangandan keyin ham uni qayta hisoblatish mumkin. Agar qo'shimcha staj topilsa, ish haqi bo'yicha yaxshi davrlar aniqlansa, arxivdan yangi ma'lumotnoma chiqsa yoki ilgari hisobga olinmagan davrlar tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda gap qandaydir sirli yozuv haqida emas. Gap oddiy, lekin juda muhim ariza haqida ketyapti. Pensioner pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya ishini qayta tekshirishni, hisobga olinmagan ish stajini qo'shishni, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqishni, arxiv hujjatlarini pensiya ishiga kiritishni so'rash kerak. Ko'pchilik mana shu arizani yozmaydi. Yozmagani uchun esa tizim o'zidan o'zi uning eski zavoddagi 8 yillik stajini, kolxozdagi mavsumiy ishlarini, tibbiyot yoki ta'lim sohasidagi ustamalarni qidirib bermaydi. Oldin pensioner pensiya tayinlanganidan keyin endi kech bo'ldi deb o'ylardi. Ko'p odamlar pensiya bir marta hisoblanadi, keyin faqat davlat oshirsa oshadi degan fikrda. Bu noto'g'ri tushuncha. Pensiya miqdori umumiy indeksatsiya bilan oshishi boshqa masala. Shaxsiy pensiya ishini qayta ko'rib chiqish esa boshqa masala. Agar sizning hujjatingizda xato bo'lsa, bu xato tuzatilishi kerak. Hozir odamlar davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limlari, mahalladagi ijtimoiy xodimlar elektron xizmatlar orqali ko'proq murojaat qila olyapti. Lekin amaliyotda shunday vaziyat ko'p uchraydi. Pensioner faqat pensiyam kam deb og'zaki aytadi. Og'zaki shikoyat bilan ish bitmaydi. Sizning talabingiz yozma bo'lishi kerak. Arizada aniq nima so'ralayotgani ko'rsatilishi kerak. Pensiya ishimni qayta tekshirib bering. Falon yillardagi ish stajim hisobga olinganmi? Falon korxonadagi ish haqi ma'lumotlari kiritilganmi? Arxiv ma'lumotnomam asosida qayta hisob kitob qiling deb yozish kerak. Men ko'p pensionerlarda bir xil xatoni ko'raman. Ular faqat pasport va pensiya daftarchasi bilan boradi. Lekin eski ish joyi, yillari, lavozimi, maoshi, arxiv hujjatlar haqida hech narsa tayyorlamaydi. Natijada xodim ham umumiy javob beradi. Siz aniq savol bersangiz, aniq tekshiruv talab qilsangiz, natija olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lgan, lekin hayoti davomida uzoq yillar ishlagan odamlar e'tibor berishi kerak. Masalan, ayol kishi 3 yil maktabda ishlagan, lekin pensiyasi minimal darajaga yaqin. Bu holatda savol tug'iladi: hamma yillar to'liq hisobga olinganmi?
mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'ri o'qilganmi? Dekret davrlari qanday hisoblangan? Ustamalar va ish haqi ma'lumotlari inobatga olinganmi? Ikkinchi toifa. Sobiq zavod, fabrika, qurilish tashkiloti, kolxoz, sovxoz, shirkat, kooperativ yoki xususiy korxonalarda ishlaganlar. Aynan mana shu joylarda hujjat masalasi ko'p muammo beradi. Korxona yopilgan bo'ladi, nomi o'zgargan bo'ladi, arxiv boshqa tumanga o'tgan bo'ladi. Pensioner esa men ishlaganman, hamma biladi deydi. Afsuski, pensiya hisobida hamma biladi degan narsa hujjat o'rnini bosmaydi. Hujjat kerak, buyruq, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumotnomasi yoki qonunda tan olinadigan boshqa tasdiq. Uchinchi toifa. Mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq bo'lganlar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana tushunarsiz. Muhr o'chib ketgan, korxona nomi noto'g'ri yozilgan. Buyruq raqami yo'q. Bunday holatda ayrim davrlar pensiya hisobiga kirmay qolishi mumkin. Pensioner buni bilmaydi. Chunki unga faqat yakuniy summa aytiladi. Shuning uchun pensiya ishini ko'rish va qaysi davrlar hisobga olinganini aniqlash muhim. 4-toifa. Pensiya tayinlanganidan keyin qo'shimcha hujjat topganlar. Masalan, uyda eski papkadan ish haqi spravkasi chiqib qoldi. Qarindoshlar arxivdan ma'lumotnoma olib berdi. Eski tashkilotning o'risi topildi. Bunday hujjatlarni sandiqda saqlab qo'yish emas, rasmiy tartibda pensiya ishiga qo'shish kerak. Agar sizning butun ish faoliyatingiz oxirgi yillarda elektron bazada to'liq ko'rinadigan, ish beruvchi soliqlarni va ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri topshirgan, mehnat shartnomalari rasmiy bo'lgan, pensiya tayinlanganda barcha hujjatlar tekshirilgan bo'lsa, katta xato ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga kamida bir marta pensiya ishi bo'yicha hisob kitobni so'rashni tavsiya qilaman. Chunki odam o'z pulini qayerdan va qanday hisoblanganini bilishga haqli. Agar siz umuman ishlamagan bo'lsangiz yoki juda qisqa staj bilan pensiya olayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha 20 ming so'm oshish ehtimoli yuqori bo'lmasligi mumkin. Chunki pensiya oshishi uchun asos bo'lishi kerak. Qo'shimcha staj, yuqoriroq ish haqi davri, imtiyozli sharoit, noto'g'ri hisoblangan ko'rsatkich yoki ilgari kiritilmagan hujjat. Asossiz ariza yozish natija bermaydi. Lekin qisqa stajli odamda ham ayrim davrlar noto'g'ri tushib qolgan bo'lsa, tekshirtirish foydali. Birinchi misol. Otaxon 25 yil qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiya tayinlanganda mehnat daftarchasidagi 15 yil ko'ringan, qolgan 7 yil bo'yicha korxona nomi o'zgargani sababli ma'lumot topilmagan. Otaxon shunday ekan deb yuravergan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuborgan. Arxivdan ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan buyruqlar nusxasi topilgan. Bu hujjatlar pensiya jamg'armasiga berilgan. Natijada 7 yil staj qo'shilgan. Agar har bir qo'shimcha yil pensiya hisobida muayyan foiz ta'sir qilsa, umumiy summa sezilarli o'zgaradi. Bunday vaziyatda pensiya oyiga 30 ming, 500 ming, ba'zan undan ham ko'proq oshishi mumkin. Ikkinchi misol. Ayol kishi 32 yil tibbiyot sohasida ishlagan. Pensiyasi past chiqqan. Tekshirilganda pensiya hisobida uning ish haqi bo'yicha eng qulay davr emas, pastroq maoshli davr olingani aniqlangan. U eski buxgalteriya arxividan ish haqi ma'lumotnomasini topgan. U yerda ustamalar, tungi navbatchilik, qo'shimcha to'lovlar ko'rsatilgan. Agar bu ma'lumot qonuniy tasdiqlansa va pensiya hisobiga olinadigan to'lovlar tarkibiga kirsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Mana shunda farq juda katta bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Bir kishi ikki joyda ishlagan. Lekin ikkinchi ish joyidagi davr hujjatlarda noto'g'ri ko'rsatilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, ammo sana xato. Pensiya tayinlanganda o'sha davr hisobga olinmagan. U avval mening baribir foydam yo'q deb o'ylagan. Keyin ariza bilan murojaat qilgan, korxona o'risidan ma'lumotnoma olgan. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Bu yerda eng muhim narsa shuki, xato bo'lsa uni tuzatish uchun dalil kerak. Faqat men ishlaganman deyish yetmaydi. 4-misol. Pensioner ayol bolalar parvarishi davrlari, o'qish davri yoki boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar hisobga olinganmi, yo'qmi bilmagan. Har bir davr ham avtomatik ravishda qo'shilavermaydi. Har bir davrning o'z sharti bor. Lekin tekshiruvda ayrim hujjatlar yetishmagani aniqlangan. U tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, eski diplom, buyruq nusxalarini topshirgan. Natijada umumiy staj aniqlashgan. Bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat. Hamma pensionerning pensiyasiz 20 so'mga oshmaydi. Men buni ochiq aytaman.
internetda bitta ariza yozing, hammaga 1 million qo'shiladi degan gaplar ko'p. Bu noto'g'ri. Ming so'mga oshish faqat asos kuchli bo'lsa, ya'ni katta staj tushib qolgan bo'lsa, yuqori ish haqi davri hisobga olinmagan bo'lsa yoki avvalgi hisob kitob jiddiy xato bo'lsa yuz berishi mumkin. Lekin 20 ming, 200 ming, 400 ming so'm ham pensioner uchun katta pul. Shuning uchun tekshirtirishga arziydi. Ikkinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotnomasi har doim ham to'liq qabul qilinmasligi mumkin. Nega? Chunki ma'lumotnoma rasmiy bo'lishi kerak. Tegishli arxiv yoki tashkilot tomonidan berilishi kerak. Unda sana, raqam, imzo, muhr asos hujjatlari ko'rsatilishi kerak. Oddiy qog'ozga falonchi shuncha maosh olgan deb yozib berish yetarli emas. Pensiya organi hujjatning manbasini tekshiradi. Agar hujjat shubhali bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, ayrim to'lovlar pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Masalan, bir martalik moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar, qonunda alohida ko'rsatilgan to'lovlar pensiya uchun asos bo'ladigan ish haqi tarkibiga kirmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun men katta pul olganman degan gap bilan pensiya hisobiga olinadigan rasmiy ish haqi katta bo'lgan degan gap bir xil emas. Farqni tushunish kerak. 4-nozik jihat. Ariza yozilgan kundan keyin va avvalgi davr uchun to'lov masalasi. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisoblashda qaysi sanadan boshlab farq to'lanishi qonuniy asosga bog'liq. Ba'zi holatda ariza berilgan kundan, ba'zi holatda hujjat taqdim etilgan sanadan, ayrim maxsus vaziyatlarda oldingi davr uchun ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Buni joyida aniq hujjatlar bilan tekshirtirish kerak. Eng yomoni, odam bugun bo'lishi mumkin bo'lgan joyga 3 yil bormaydi. Keyin esa nega menga oldin to'lamadi deb afsus qiladi. 5-nozik jihat, og'za kirat javobi bilan to'xtamang. Agar sizga bo'lmaydi deyishsa, menga yozma javob bering deyishga haqlisiz. Yozma javobda savob ko'rsatiladi. Savob ko'rsatilsa, siz xatoni tushunasiz. Hujjat yetishmayaptimi? Arxidan tasdiq kerakmi? Davr qonun bo'yicha hisoblanmaydimi? Yoki hisob kitobda boshqa masala bormi? Og'zaki javob odamni yo'ldan qaytaradi. Yozma javob esa keyingi qadamni ochadi. Eng katta xato pensiya miqdorini umuman tekshirmaslik. Ko'p pensionerlar davlat qancha bersa, shuni olay deb yuradi. Men buni tushunaman. Hamma ham qonun o'qimaydi. Hamma ham idora yurishga kuch topmaydi. Lekin pensiya bu sizning ko'p yillik mehnatingiz evaziga shakllangan huquqingiz. Uni tekshirish uyat emas, ortiqcha talab emas. Ikkinchi xato, hujjatlarni yo'qotish. Mehnat daftarchasi, eski buyruqlari, diplom, harbiy xizmat hujjati, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi spravkalari juda muhim. Ayniqsa ayollarda familiya almashgan bo'lsa. Eski diplom yoki mehnat daftarchasidagi familiya bilan hozirgi pasportdagi familiyani bog'lab beruvchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi xato, korxona yopilgan endi bo'lmaydi deb o'ylash. Korxona yopilgan bo'lsa ham uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman arxivi, viloyat arxivi, idoraviy arxiv, korxonaning huquqiy vorisi orqali ma'lumot topilishi mumkin. Albatta hamma holatda topiladi deb kafolat bermayman. Lekin qidirmasdan turib yo'q deyish noto'g'ri. 4-xato, kimdir pul evaziga pensiyangizni oshirib beraman desa ishonish. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim haqiqiy pensiyani oshirib bera olmaydi. Agar asos bo'lsa, siz o'zingiz ham ariza, hujjat va rasmiy murojaat orqali natija olishingiz mumkin. Shubhali vositachilarga pul bermang. Har bir qadam rasmiy bo'lsin, arizangiz kirim qilingan bo'lsin, javob yozma bo'lsin. Birinchi qadam. O'zingizning ish faoliyatingiz ro'yxatini tuzing. Qog'ozga yoki daftarga yozing. Qaysi yildan, qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Korxona nomi o'zgarganmi? Taxminan qancha maosh olgansiz? Qo'shimcha ishlar bo'lganmi? Bu oddiy ro'yxat keyingi harakatlar uchun juda kerak. Ikkinchi qadam, mavjud hujjatlarni yig'ing. Pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, eski ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, buyruq nusxalari. Hujjatlarni tartib bilan joylang. Xodimga bir varaqni izlab topolmay, hammasini aralashtirib berish ishni qiyinlashtiradi. 3-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaatda umumiy gap yozmang. Masalan, pensiyam kam oshirib bering deyish
o'rniga quyidagiga o'xshash mazmun bo'lishi kerak. Mening pensiya ishim bo'yicha hisobga olingan ish staji va ish haqi davrlarini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlagan davrim hisobga olingan olinmagani aniqlashdi. Taqdim etayotgan arxiv ma'lumotnomamni pensiya ishimga qo'shib, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Mana shunday aniq yozilgan ariza ishni boshqa daraja olib chiqadi. 4-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Kirim raqami sana, qabul qilgan tashkilot nomi bo'lsin. Agar elektron yuborsangiz, tasdiq xabari yoki murojaat raqamini saqlang. Bu keyin javob muddati va nazorat uchun kerak bo'ladi. 5-qadam. Agar hujjat yetishmasa, arxivga so'rov bering. Arxivga yozishda ham aniq ma'lumot bering. Ism, familiya, tug'ilgan sana, o'sha paytdagi familiya, korxona nomi. Taxminiy ishlagan yillar, lavozim, korxona joylashgan hudud. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, topish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. 6-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Agar qayta hisoblash qilingan bo'lsa, yangi summa qachondan belgilanganini tekshiring. Agar rad etilgan bo'lsa, sababini ko'ring. Hujjat yetarli emas desa, qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Davr hisobga olinmaydi desa, qaysi normaga asosan ekanini so'rang. Kerak bo'lsa, yugurib turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati ham bor, lekin bunga hujjat va yozma javob bilan boriladi. 7-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar idoraga borishdan tortinadi, hujjatni o'qishga qiynaladi, ariza yozishda adashadi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam bersa, juda ko'p odam o'z haqini tiklashi mumkin. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar uchun bu juda muhim. Arizada 3 ta asosiy talab bo'lishi kerak. Birinchisi pensiya ishini qayta tekshirish. Ikkinchisi hisobga olinmagan yoki shubhali davrlarni aniqlash. Uchinchisi taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiyani qayta hisoblash. Agar sizda aniq arxiv ma'lumotnomasi bo'lsa, uning raqami va sanasini ko'rsating. Agar mehnat daftarchasida muammo bo'lsa, qaysi sahifa yoki qaysi davr haqida gap ketayotganini yozing. Agar ish haqi spravkasi bo'lsa, qaysi yillar uchun berilganini yozing. Masalan, men shunday mazmunda yozishni tavsiya qilaman. Men falonchi. Hozirda yoshga doir pensiya olaman. Pensiya miqdorimni hisoblashda falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrim va ushbu davr bo'yicha ish haqi ma'lumotlari to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Ilova qilinayotgan hujjatlar asosida pensiyamni qonunchilikda belgilangan tartibda qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Tekshiruv natijasi bo'yicha menga yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shu mazmun pensionerning talabini aniq qiladi. Yana bir muhim gap, arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Men qiynalib ketdim, narxlar oshdi, pensiyam yetmayapti degan gap insoniy jihatdan tushunarli. Lekin pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lmaydi. Asos bu hujjat, staj, ish haqi, qonuniy huquq. Shuning uchun arizani faktlar bilan yozing. Bugungi eng muhim fikr shuki, pensiya tayinlangan bo'lsa ham uni tekshirtirish mumkin. Agar ish staji tushib qolgan bo'lsa, ish haqi noto'g'ri olingan bo'lsa, arxivdan yangi hujjat topilgan bo'lsa yoki pensiya ishida xato bo'lsa, qayta hisoblashni talab qilish kerak. Bu hammaga avtomatik ming so'm qo'shiladi degani emas. Lekin ayrim pensionerlar aynan hujjatlari to'g'ri kiritilmagani uchun har oy katta pul yo'qotayotgan bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng oddiy ish. Buguni ota-onangiz yoki o'zingizning mehnat daftarchangizni, eski ish joylaringizni, arxiv hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Keyin pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling va pensiya ishingizni qayta tekshirtiring. Og'zaki gap bilan to'xtamang, yozma javob oling. Agar siz yoki tanishingizda pensiya qayta hisoblanib oshgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yordam berdi, qancha vaqt ketdi, natija qanday bo'ldi, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki ba'zan inson o'z haqini bilmagani uchun emas, unga buni hech kim sodda qilib tushuntirmagani uchun pulidan ayrilib qoladi.